infeksiya emas, qonda emas, siydik yo'ldan o'zidan mazok oladi. PCR degan diagnoz qo'yilgan. Ko'rdim, u mazok mikroskopiya отделение uretra deydi. O'zi uretrani o'zidagi bo'lgan shamollash bormi yo'qmi, lekin qanaqa infeksiya borligini o'sha PCR ko'rsatadi. Immuniy infeksiyaning DNKsini tekshiradi-da. Chuqur o'sha zanjirbandlik reaksiya deydi, polimerazli reaksiya deydi. Ana o'shani sizda ko'rish kerak обязательно bu jinsiy yuqumli chunki hali uylansangiz ham oilingizga o'tib ketmasin, problema bo'lmasin-da. Обязательно qondagi bo'lgan viruslarni ham ko'rish kerak. Qonda mana virus gepatit B, gepatit C deysiz, bitta olib keluvchi sifilis. Shularni ko'ramiz, shunga qarab keyin aytamiz. Xo'p, mayli. Hozir shularni hammasini tekshirib beramiz, analiz chiqsa keyin lecheniya yoziladi. Nima qiling? Ana to'g'riga titradin yozing o'sha ishga anaqa joyiga. Shundan o'zi Andraflor госпитальный комплекс и yana nima? Andraflor госпитальный комплекс и узел органов мошонки. Tuxumni ko'rib beramiz, ha? Да. Hozir bo'lsa aytadi, xo'p.